ortiqcha vaznni jinsiy aloqaga ta'siri. Homiladorlikda farzandim uchun deb ichadigan vitamin minerallarni tug'ruqdan keyin endi o'zi uchun ham ichish kerak ona. Urush janjal bo'lishiga sabab ham jinsiy aloqani yo'qligiga ham vechna xotinim boshi og'riydi. Turmush o'rtog'im bilan yaqinda ajrashishimizga ozgina qoluvdi. Faqat shakar yeverib, uglevodni yeverganingizdan keyin, конечно, dangasa bo'lasiz, yig'lagingiz keladi. Atayin kelinini charchatadi, kechasigacha nimadir vazifalar ishlab beradi. O'g'li bilan yaqinlashmasligi uchun. Eri xiyonat qilgan ayolni ortiqcha vazni yo'q ekan. Bizlarda o'zbek tilida hali qo'rquv bor tug'ruqdan keyin ozishga. Agar erim invalid bo'lsaydi, mani qo'limga qarab qolgan bo'lsaydi, Ertaga yo san uzatib yuborishi mumkin. bu yerda o'tirib, unitazchani ustida yoki kofe bilan. Agarda siz o'zingizni brendingizga, ayollar auditoriyasiga yana yaqinroq qilmoqchi bo'lsangiz va tanitmoqchi bo'lsangiz, albatta reklama masalasi bo'yicha quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Barchaga assalomu alaykum. Ayollar klubi navbatdagi soni va bu safar ko'pchilik iltimos qilgan mavzuga qo'l urdik. Bizning bugungi mavzuyimiz diqqat mana asarlarim, ortiqcha vaznni jinsiy aloqaga ta'siri. Bu mavzu shaxsan o'zimga ham juda ham kerak, juda ham dolzarb va nimaga aynan shu mavzuni tanladik oldin aytib o'tmoqchiman. Maqsadimiz, men ochiqchasiga aytaman, bizni turmush o'rtog'im bilan yaqinda ajrashishimizga ozgina qoluvdi. Va biz izlandik, bir-birimiz bilan gaplashdik, aynan qayerda kamchilik bo'lyapti, nima bo'lyapti va bizga bu narsa yordam berdi. Hozirgi kunda bir-birimizni qanchalik sevishimizni yana tushunib, birgamiz. Sizlarga bildirmagandim umuman. Va aytmoqchi bo'lganim, maqsad bugungi podkastdan mabodo menga o'xshab ajrashmoqchi bo'lgan oilalar bo'lsa, ularni saqlab qolish. Keyin anchadan beri uyalib gapira olmayotgan mavzularimiz haqida gapirishimiz kerak. O'shani ochiqchasiga gapirish. Agar sizni qadriyatlaringizga to'g'ri kelmasa va bizlarni noto'g'ri tushunayotgan bo'lsangiz, bu podkastni ko'rmang. Va yana bitta iltimos, 18 ga kirmagan bo'lsangiz ham bu podkastni ko'rmang. Mana shunday ogohlantirish bilan biz boshlaymiz. Bugun sizlar uchun eng kuchli ekspertlarni taklif qilganmiz. Seksoterapevt Nandine, xush kelibsiz Nandine, va nutritsiolog, diyetolog Tursunboyeva. Anchadan beri birga ishlaymiz, taniysizlar. Va Zamira Beshimova, 23 yildan beri aktrisa. Ayniqsa juda ham ko'p go'skinolarda tushgansiz, juda ham ko'p rollar ijro etgansiz. Shuning uchun sizda xalq dardi aniq ichingizda yashaydi deb o'ylayman. Bizga yaxshi kes berasiz. Undan tashqari Zamira 4 ta farzandingiz bor-a? 4 ta farzandni onasi sifatida ham bugun siz bilan suhbatlashamiz. Demak, o'rtoqlar, oydinlik kiritdik. Demak, men bugun nafaqat boshlovchiman, xalqman, o'shaning uchun ponchiklarni anaqadan nomidan gapiraman, ortiqcha vazni bor odamlarning nomidan gapiraman va ochiqchasiga o'rtoqlar, chunki samimiylik baribir yechim berishga yordam beradi. Menda nima muammo? Har safar shu 90 kilogramdan oshishim bilan 95-96 kilogrammga yaqinlashishim bilan umuman jinsiy aloqa, jinsiy mavzularni o'ylamayman. Umuman qiziq ham emas. Hattoki oynaga qarashga ham yoqtirmayman o'zimga. Faqatgina shu o'tirsam, mazza qilib ovqatlansam, lazzatni ovqatdan olaman. Qanaqadir shirinlik, qulupnaylar bo'ldi. Eng qizig'i turmush o'rtog'imda ham shunaqa. Chunki men 75 kilo, 95 kilo bo'lganlar turmush qurganmiz. Coviddan keyin ular 130 kilo bo'lganlar, men 100 dan oshganman. O'shandan keyin bizda iliqlik munosabat bor. Lekin mana jinsiy hayotga keladigan bo'lsak, men o'zimda shaxsan menda ularda hammasi yaxshi bo'lsa, menda prosta 0 ga bo'lgan. O'shaning uchun shu haqda bugun gaplashsak, nimaga unaqa bo'ldi? Tursunboyeva, sizda shunaqa mijozlar bormi yo men yagonamanmi? Ko'p, juda ham ko'p. Chunki ayol kishi birinchi navbatda ortiqcha vazn olganda, albatta uni gormonlariga ta'sir qiladi, jinsiy gormonlarga. Erkaklarda ham xuddi shunaqa. Erkaklarda ham jinsiy xohish pasayib ketishi asosan testosteronning tushishi va prolaktinning ko'tarilishi bilan bog'liq. Juda ham ko'p podkastlarda men qayta aytaman, erkaklarimizda ham ortiqcha vazn jinsiy hayotga ta'sir qiladi, ayollarda ham. Sizni muammoingiz bitta sizda emas. Hamma ortiqcha vaznli ayollarda bor.
birinchi navbatda oynaga qaraganda o'zidan qoniqmaslik hissi bo'lsa yoki bo'lmasam yeyotgan ovqatlar asosan shakarga qaramlik, ya'ni uglevodga qaramlik, foydali yog'lar, antioksidantlar, umuman olganda sinkka boy bo'lgan mahsulotlar libidoni ko'taradi, ya'ni o'sha erkaklarda ham ayollarda ham xohishni ko'taradi, energiyani ko'taradi. Lekin noto'g'ri ovqatlanish natijasida uglevodga, shakarga qaramlik aynan mana shu narsani tushirib yuboradi. Jinsiy xohishni libidoni tushirib yuboradi. ya'ni ortiqcha vazn bilan jinsiy aloqa aynan o'zimni sohamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam bir-biriga juda ham bog'liq. Yeb ichish bog'liq jinsiy hayotga. Mana sizni Nadina mijozlaringiz orasida ortiqcha vaznlilar bormi va man ortiqcha vazni bormi yo'qmi unga bo'lmayman, bu shu muammo bilan keladi. Agar действительно gormonalniy o'zgarishlar bo'lsa, соответственно men aytaman, yo'q, siz endokrinologga borishingiz kerak-da. ya'ni yo'naltirasiz baribir. No, bu yerda yana bitta narsani inobatga olish kerak. Uni o'sha insonni o'zi polovaya konstitutsiyasi qanaqa? Polovaya konstitutsiya yuqori bo'ladi, o'rtacha va pastda bo'ladi. Mana shunaqa paytda agar bu insonda yuqori bo'la turib, har kuni 3 marta xohlaydi, kerak bo'lsa yoki har kuni 1 martadanda va unda reska tushib ketdi. Sanda nima holat bo'lyapti? Libidani tushishiga sabab o'zi stress bo'ladi. Asosiysi, eng asosiysi все-таки stress. Da, gormonalniy o'zgarishlar ham kiradi. Erkakda ham stress sabab bo'lishi mumkin. Конечно, ularda вообще hozirgi paytda xronический stressda yashaymiz deyarli biz. Nima uchun qarang, biz shuncha telefonlarni olamiz, qancha yangiliklarni ko'ramizda, miyamiz uni обработка qilishga ulgurmaydi. Biz без конца unga pishsha beramizda va buni hazm qilishga ham ulgurmaydi bu miya. Qayerda bu hammasi откладываться qilaveradi-da, qolaveradi. Bu yerda bilish kerak, birinchidan polovaya konstitutsiyasi qanaqa odamni, agar o'zi o'rtacha bo'lgan bo'lsa yoki past bo'lgan bo'lsa, o'zi unga bir oyda ham norma. Tushunyapsizmi? Ya'ni u odamga norma ham bo'lishi mumkin. Конечно, men aytolmayman. Masalan, men polovaya konstitutsiya ham pastda, erimniki yuqori. Men aytolmayman, men nenormalniyman debda, chunki oxirgi paytlarda tendensiya ham ketdi. Ering deganda men deb berishing kerak, bo'lmasam oilalaringiz buziladi. Yo, zabon borku, o'tirib gaplashinglar. Erkak kishi ham bilish kerak, unga qanaqa norma. Va mana shu joyga kelganda biz ayollarni san 3-sortsan. Sanni energiyang yetmayapti deya olmaymiz biz. Uni tabiatdan bo'ldi shunday. Keling barmoqlarimizni qaraymiz-da. Men barmog'im вообще kichkinada bo'lishi mumkin. Sizniki sal uzunroq bo'lishi mumkin. Men aytolmayman-ku, meniki norma, siznikingi norma. Xuddi shunday biz kelamiz yoki вырез glazda hammani ko'zi har xil, labi. Bo'ldi, biz shu bilan bu dunyoga keldik. Bu biologически. Va biz buni inobatga olishimiz kerak. Mana shunaqa paytda o'zaro yaxshi sizlar o'tirib gaplashib bilarkansizlar. Yetuk zrelый pozitsiyaga kelgansizlar, o'tirib gaplashibsizlar-da. Bizda odatda nima bo'ladi? Tana dashnomlar eshitiriladi. Ну, как бы san vinovatsan. Bizning oilamizda masalan urush janjal bo'lishiga sabab ham jinsiy aloqani yo'qligiga ham, vechna xotinim boshi og'riydi deydi. San o'tirib gaplashib ko'rdingmi? Nima sabab nimada? Balki u orgazm bo'lmagandir. Orgazm miyada kechadi-ku. Keyin miya, masalan qarang, bir 10 martadan 9 marta orgazm olmayapti ayol. Перезагрузка мощный bo'ladi-ku miyada. Keyin aytadiki, miya aytadi, biz borib keldik-ku, biz o'sha shug'ullandik-ku, qo'y davay boshqa narsa bilan shug'ullanamiz. Nima qilasan, u yerga vaqtingni yo'q qilib deydi. То есть unda stimul yo'q заниматься qilishga ham. Va eng asosiy sabab libidan tushishiga bu stress bo'ladi va shunga qaramasdan har doim baribir er xotin o'zaro agar diqqat e'tiborini yechimga qaratsa, ular keladi. Birgalikda. Shu narsaga. Da. Bu gormonalniy ko'proq. Lekin bu asosan baribir gormonlarning buzilishi fonida bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, и psixologически ham bo'ladi. Qarangda, bir-biri bilan prям mana shunday bog'liq-da. Agar stressda yashasangiz, само собой, demak siz kortizol gormonini ustida yashayapsiz-da. Bu stress gormoni doimiy ravishda vырабатываться qilgandan keyin siz o'zi boshqa narsaga kuchingiz ham qolmaydi. Xayolingizga ham kirib chiqmaydi. Tualetga kattasiga kichkinasiga borish va yeyish ham bu ham malay orgazm hisoblanadi. Va bunda siz jinsiy aloqada baribir qanchadir fizически kuch sarf qilishingiz kerak-da. Bu yerda o'tirib, unitazchani ustida yoki kofe bilan da, kушаешь, это же тоже приятно, maza qilasiz-ku. Bunga juda ko'p energiya sarf qilish kerak emas. Va ba'zida og'riqlarimizni ham zaydayt qilamiz-da, qaysidir og'riqlarimizni yoki потребностьlarni
Ha. ehtiyojlarni qondirish uchun ham keyin Lekin yeymiz. bor narsa, mana masalan menda asabiylashib ketaman nimadirdan, darrov yeyishim kerak. Kimdir asabimni buzsa, men o'shanda yegim keladi haqiqatdan bor narsa. Mana aytganingizdek, как раз shunaqa savol bor edi. Oilada charchoq qanday qilib mana shu sovuqlikka aylanadi? Ya'ni mana kelinlarni oladigan bo'lsak, oilada bari charchaydi-ku, doimiy stress bo'lishi mumkin. Albatta u ham sovuqqonlik bilan qaraydi turmush o'rtog'iga. Atayin kelinini charchatadi, kechasigacha nimadir vazifalar ishlab beradi, o'g'li bilan yaqinlashmasligi uchun. O'g'lini hali o'zidan qo'yib yubormagan. Demak, sizlar kinoni hayotdan olasizlar. Boshqa ayolga yaqinlashmasin, ayniqsa mana kelinga yaqinlashmasin deb uxlatmaydi, ovqat yedirtirmaydi. Masalan, men o'zimni ham hattoki birinchi turmushimda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, yeb ichishimgacha nazoratda bo'lgan paytlar bo'lgan. Voy, nimaga? Chunki uydagi ortiqcha ovqat kimgadir ketib qolmasligi kerak. Qaynona tarafdan emas, hattoki bu narsa turmush o'rtog'im tarafdan ham bo'lgan. Shunaqa vaziyat bo'lgan, uyga bozorlik qilishga kelsam, bola hali emadi, sen uchun bozorlik qilamiz. Ha, bu odamni ruhini sindirishga olib boradi. Keyin mana shunaqa ustingizdan izdevаться qilib, har xil gaplar gapirib, sizni ezurgandan keyin va keyin sizdan jinsiy munosabat talab qilinsa, so'rashsa, hech qachon xohlamaysiz u odamni. U odamni ham xohlamaysiz, u sizga shunaqa muhit yaratgan oilani ham xohlamaysizda. Bizda o'zbek oilalarida qanaqa chidab berishadi faqat ayol kishi. Kamdan kam qanaqadir shu narsani o'zi xohlab, yaqinlik bo'lishini, qanaqadir orgazm bo'lishini xohlaydiganlar kamdan kamda. Chidab berishim kerak, yotib berishim kerak, faqat shu narsa. Balki shuning uchun ko'p ayollarimiz ma'lum yoshdan keyin yoki bitta ikkita farzanddan keyin semirib ketsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Ha. Faqat uni eri uchun deb qabul qiladiganlar. Faqat chidab bersang, yotib bersang bo'ldi degan narsa. Hattoki siz aytgandek kuch ham ketmaydi-da ularda. Yotib beradi bo'ldi. Tamom, boshqa hech narsa harakat qilmaydi. Защитный mexanizm включаться qiladi. To'g'rimi? Bu narsada mazza qilish mumkin, bu narsa hayotning ma'nosi bo'lishi mumkin degan narsa yo'q. Bu narsa deb o'ylash ham uyat deb hisoblanadi bizani fikrlash bo'yicha. Voy shunaqa deb o'ylaydi, voy bu yomon ekan, voy bu yomon ko'riklarga qo'shilib qolibdi, atrofidagi odamlar yomon ekan, yomon ta'sir qilyapti, mumkin emas fikrlarni o'ylayapti degan narsa borda bizada. Amam bunaqa narsa yo'q, masalan, yeng kelinchalarda, naborot kelinni xos charchatmay turamiz. Yo'q, unaqa narsa yo'q, hech qachon bo'lmagan. Lekin bir xil oilalarda bor. Misol shaxsan meni oilamda soat 8 bo'lganda oyijonim уже bo'lib chiqib ketay, xonangizga debdilar-da. Soat 8 da hech qachon 9 gacha men qaynonamni oldilarida o'tirmagan. Qolganini o'zligisi eplashadi. Shunaqa ham oilalar bor ekan, hozir hattoki sipirtirishmayapti. Nima keragi bor masalan, kelin chiqib sipirishi, lучше dam olsin. Endi aytmoqchi bo'lganim o'zgaryapti-da. Menimcha deb o'ylayman, sipirish ham. Ya'ni maksimum kelinni qiynamaslikka harakat qilishayotgan oilalar ham bor. Shunaqa oilalarni ko'rganman. Qaynona ertalab 5:30-6 turadi bomdod namoziga va xuddi shu narsani kelinidan talab qiladi. Kelini undan ham oldin, yarim soat oldin turishi kerak. Hamma narsani tayyor qilib qo'yish kerak. Agar 5-10 minut kechroq tursa ham uyda janjal bo'ladi. Kechasi nechida yotgani, yotqizganini bilan hech kimning ishi yo'q. Hattoki yangi farzandli bo'lsa, farzandini emizishga ichkari kirib ketib uxlab qoladi. Tabiiy holat bu. Kechasi 11-12 gacha yonida nimadir ish qilib o'tiradi, ertalab 5 da uyg'otib oladimi? Bola bilan uxlab qolsa, bo'ldi, bu kelin yomon. Uxlab yotibdi va shuni pochvasida janjal bo'lib, keyin turmush o'rtog'i kelgandan keyin albatta turmush o'rtog'iga ham yomonlaydi, o'rtasidagi munosabat buziladi, bir-biriga ortiqcha gap gapiradi va tabiiyki birgalikda bo'lish holatlari borgan sari kamayib ketaveradi. Sizga hozir shuncha ortiqcha gap gapirgan odam kerak paytda o'sha onasidan sizni himoya qila olmagan odam bilan yotgisi keladimi? Yotgisi kelmaydi. Demak, o'shani fonida stressga uchrab gormonal buzilish keladi va ko'pincha holatlarda ayol semirishni boshlaydi. Semirgandan keyin o'zini stressini yeyishni boshlaydi. Ya'ni o'zini stressini pasaytirish uchun ko'p taomlanishga o'tadi. Ko'p ayollar shunaqa o'zi ovqatdan уже baxt olishga o'tadi-da, yeganda xursand bo'ladi. Meni ko'p mijozlarimda shunaqa. Hammasi stressda. Hammasi ovqatlanganda faqat lazzatni ovqatlanganda o'zini baxtli his qiladi. Aynan o'sha jinsiy aloqada emasda, ovqatlanganda bilasizmi, oy u yoqda tursin, yillab jinsiy aloqa qilmaydigan ayollar bor. Yillab. Lekin oila qurgan, birga. Oila qurgan, eri xohlamaydi. Eri xohlamaydi? Necha yosh? Har xil yoshdagi ayollar bilan ishlayman, yozishadi-da, endi shu ozvaganimdan keyin, oynaga qaraganimdan keyin menga endi jinsiy aloqa kerakligini bildim deyshadi. Защитный mexanizm включаться qiladi dedim-ku, himoya mexanizmi. Qarang, men bu yerda agar o'sha jinsiy aloqa bilan shug'ullanishga xohishi bo'lmasa, siz qanchalik urinmang,
natijaga chiqara olmaysiz chunki uni o'zida miyasida stop shlagbaum turibdi. Chunki u eriga nisbatan допустим pretenziyasi bor yoki uni xohlamaydi. Qarang, bir vaqt o'zida ham gazni ham tormozni bosadida. Bir tomondan u xohlaydi, bir tomon ozishni-da, bir tomondan erini xohlamaydi. Hozirda keyin esimga tushdi, bir qiz turmushga chiqishi kerak. Chiroyli, juda ham kelishgan, meditsinani bitirgan, yana ham har xil yo'nalishlari bor-da. Aqlli qizcha, приятно gaplashsangiz va ishlagan paytimizda bu zapros bilan kelmayapti. U o'zi boshqa, butunlay boshqa zapros bilan turmushga chiqishim kerak degan zapros bilan kelyapti-da va aniqlandiki, 3 marta unga yoshligida teginilgan. Bir marta bu o'zini asosan qarindoshlar bo'ladi, uyga kirib chiqqan odamlar bo'ladi. Va bu teginilgandan keyin bir emasda, уже 3 marta bo'lgandan keyin biz buni ishladik va u xohlamaydi уже erkak kishi, to'g'rimi aka? Ну да. Ну sotsium bizga nima deydi? San ering bo'lishing kerak, bolalaring bo'lishi kerak. Uni og'rig'i bilan hattoki o'zi ham bilgani yo'q shu bilan bog'liqligini. Oradan 1 oy o'tayapti-da, bu qiz 1 oyni ichida уже 7 kilo tashlayapti. Yigit paydo bo'lyapti oldida, то есть уже gaplashishni boshladi хотя бы gaplashishni boshladi. Ungacha bu yaqinlashtirmaganda va shunda bitta frazani aytgan edi. Agar men chiroyli bo'lsam, tanam chiroyli bo'lsa, hamma menga tegadi. Shuning uchun men chiroyli bo'lmasligim kerak. То есть установка. Tushunyapsizmi? Yoshligida уже установка bo'ldida bunga immunitet вырабатывать qilishingiz kerak bo'ladi. Seksoterapiyaga qanday kirib keldim, то есть insonlar bilan ishlashni boshladim. Aslida yo'nalishim tanaga yo'naltirilgan terapiyada, tans terapiya va har bir ikkinchi ayol eri bilan jinsiy aloqasi yaxshi emasligini aytishni boshladi. Xo'p, buni o'rganaychi deb kirgan paytimda siz hamma informatsiyani уже boricha qabul qilasiz, meditsina tomonidan, hattoki diniy tomondan har bittasini o'rganganman-da. Yagona meni bitta fikrim, problema bilan keldimi inson yechsin o'shani. Men uni ustida pul qilishim haqida emasda, monetizatsiya qilib marketing emas edi. Yechsin o'shani va uni siz boricha keyin aytishni boshlaysiz-da xalqqa. Tushunyapsizmi? Qanaqa qilib jinsiy tarbiyaga duch keldim. O'zim ham mana shu joyda prям menda probel bo'lgan ekan bolam bilan. Qarang, o'zim bilmaganim uchun. Nima uchun bu mavzularni olib chiqyapman? Jinsiy tarbiya bu eng avvalambor biz bolalarimizni xavfsizligi, birinchi xavfsizligini qo'yamizda. Mana nima uchun ekan, mana bu problemalarda. Keyin bu narsani men uchun tabiiy bo'lib qoldi-ku. Bilsin insonlar deb olib chiqqanimda bu ayol bizani qizlarimizni fikrini buzadi deganda, menda ham immunitet bo'lmagan paytda почти не выработался. Menda shok bo'lgan. Qanaqa qilib? Amanda borot siz yordam bermoqchisiz. Asal besplatno olyapsan. Men chet elda bu uchun o'qiganman, Rossiyskiy institutlarda o'qiganman. Menga pul sarf qilganman. Senga ochiqchasiga aytyapman, mana sen nima qila olamiz biza. Qo'yinglar, jinsiy tarbiya ravno jinsiy aloqa degani emas-ku. Teginilgan qizlar haqida olib chiqqanimda o'sha erkaklarni o'zlari ham yoshligida sevishga yoki kimgadir teginilgani. Tushundim, ularni men og'rig'iga tegib qo'yapman, tushunyapsizmi? Go'yoki ularning siri fosh bo'lyapti. Да, fosh то есть trigger bo'ldimi, все автоматически nimadir negativ yozgisi kelaveradi-da. И где-то 2 yildan keyin уже все он выработалось, aytdim, хорошо, bu sizniki deyman. Haligacha, наверное, men ochib heytlarni o'qisam, то есть heytlarni nazarga olib kerakli joyga murojaat qilsam, naверное, milliarder ayol bo'lib ketsam kerak deb o'ylayman. Lekin hozirgi kunda heytingiz yo'q. Men qaradim. Mana hamma mana shu sizni yo'nalishdagi ayollarda, ekspertlarning orasida men qarayapman, sizda umuman heyt yo'q. Men juda ham xursand bo'ldim. Shuning uchun sizni tanladik. Nafaqat bilimingiz uchun-da, heytingiz ham yo'q. Dumboqlar добрый bo'ladi. Juda mehribon bo'ladi. Yoqish uchun ham odam sevadi. На самом деле mazoxistik tip bo'lishi mumkin. Ular shunchaki kapit qiladi. Tushunyapsizmi? Kapit qilaveradi-da. Mayli xafa qilib qo'ymay, mayli adaptivniy rебенок-da. То есть mana bu men bu yerda o'zingiz chegarangizni qo'yib men shuni xohlayman deyishingiz boshlaganingizda siz noqulay, ular uchun dugona ayolga aylanishingiz mumkin-da. Mana shu joyga kelganda siz o'zingizni keyin yana ham azobga qo'yishingiz mumkin. Masalan, mendan ko'pchilik so'raydi, nimaga semirmaysan? Har doim shunaqa bitta formada yurasanmi deb. Yo'q, semirganman, hozir boya so'raganingizda ham. Qachon semirganman? Katta farzandimga homilador bo'lganimda meni maksimum vesim 68 kilo bo'ldi. Bu men uchun eng katta
уровень bo'lgan, lekin shuni ham 9 oylik homilada 68 kilogacha chiqqanman. Chunki har doim 47, 50, 45 oralig'ida yurardimda. Va birinchi turmush baribir hammada birinchi farzand ko'p xatolar bo'ladi. Hamma kim nima maslahat bersa yeyaverganman, yaxshi yeyishing kerak, xo'p yeyish kerak ekan, sut bo'lish kerak ekan, xo'p baquvvatroq narsa yeyish kerak, bosorilgan yeyish kerak ekan, ha. Va keyin o'zimga qanaqa qaytishni o'ylamaganman. Tuqqanimdan keyin ham vesim unchalik o'zgarmagan, 65, 64 larda qolganman-da. Va bu narsa munosabatlarga ham, oilaga ham juda ham yomon ta'sir qilgan. Juda ko'p gaplar gapirilardi, masalan, turmush o'rtog'im tarafdan o'zingga qaramay qo'yding. Haqiqatan o'zimga qarashga xohish yo'q, chunki charchavyapman, bolaga e'tibor qilyapman. Chunki ham nimaga shu narsani sezdim, boya aytganingizdek, xohisham qolmay qolar ekan. Ha? Organizm charchagan, organizmga boshqa hech narsa kerak emas. Bo'ldi, faqat bo'sh paytingiz bo'lsa burchak topib uxlashda xohish. Faqat yoki maksimum xohishingiz qayergadir borib nimadir yeb olish. U ham bo'lsa energiyani to'ldirish uchun. Va shundan keyin keyingi farzandlarimni boshqacha qildim. Qanaqa 3 ta farzand keyin ko'rgan bo'lsam, hozir 4 ta bolam bor. Keyingilarda oldindan fizический mashq, ya'ni jismoniy mashq bilan shug'ullanishni boshladim. Ko'pchilik o'zbeklarni mentalitetida qanaqa? Ya'ni mashq qilish mumkin emas deyshadi-ku. Ha. Yo'q, men tuqquncha mashq qilaman. Yo'q-e. Aynan bel sohasiga kerakli bo'lgan Tuqqandan keyin сразу уже parhezga ham ahamiyat berish boshladingizmi? Juda ham qattiq parhez qilaman, ozish uchun emas. Farzandimda ortiqcha hech narsa bo'lmasligi uchun. Chunki birinchi farzandimda yeyish kerak deyilgan hammasini yeb, juda ko'p allergiya bo'lganmiz, juda ko'p muammolar bo'lgan, oshqozoni bilan muammolar bo'lgan. Shuning uchun 6 oygacha o'zimga ham bolaga ham faqat foydali narsalar yeyishga harakat qilaman. Mana shuni yaxshi aytdingiz, chunki Tursunboyevaning eng ko'p mijozlaridan biri bu anaqa endi tug'gan ayollar tug'gandan keyin sразу birinchi kuni qatnashganlarni ko'rganman. O'zi nimaga tug'ruqdan keyin tez ortiqcha vazn yig'adi ayollar? Birinchidan ungacha shug'ullanish kerak ekan. Shug'ullanish ham, lekin organizmda yetishmayotgan vitamin, minerallar tanqisligi bor. Misol uchun magniy yetishmovchiligi, sink deymiz, boshqa vitaminda tushib ketishi hammasi energiyani pastligiga, ishtahani ochilib ketishiga sabab bo'ladi. Oddiy magniy yetishmovchiligi bor ayolda shirinlikka bo'lgan xohishi ortadi. Bu men o'zimning sohamdan kelib chiqib ayta olaman-da. O'shaning uchun ayol kishi tug'gandan keyin homiladorlikda farzandim uchun deb ichadigan vitamin minerallarni tug'ruqdan keyin endi o'zi uchun ham ichish kerak ona. Chunki men bilaman ayollarimiz yod umuman ichmaydi, vitaminda umuman ichmaydi. Faqatgina tug'gandan keyin 20 kunlik hali endi chillada bo'lgan chaqalog'iga vitamin D berishni boshlaydi. Lekin o'zini organizmini tiklashni ona o'ylamaydi. Agarda ayollarimiz tug'ruqdan keyin o'zini ozgina yaxshi ko'rib, organizmiga rahmi kelib, vitamin minerallarni vaqtida berib, to'g'ri ovqatlanishni bilsa, mana ongli ravishda mahsulotlarni tanlash kerak. Endi opa o'ylashadi, non, sut bo'ladi. Ovqat, yog'li ovqatlar sut bo'ladi. O'zi aslida non emas, sut bo'ladigan mahsulot. Ko'p aytaman-da, eng oqsilga boy mahsulotning sut bo'ladi. To'g'ri ovqatlansam, ayollarda shunaqa tushuncha bor. To'g'ri ovqatlansam, bolamning qorni og'rib qoladi. Men o'zim 3-farzandimni tug'ganimdan keyin raddomda уже ovqatlarni ajratishni boshlaganman. Berib borardim. Ajratib berib yubordim, keragini olib qolardi. Lekin bizlarda o'zbeklarda hali qo'rquv bor tug'ruqdan keyin ozishga. Nimaga? Yaxshi bo'lsin-da, masalan, men sutim yaxshi bo'lishi uchun-da ko'proq yeyishim kerak degan tushuncha bor. Lekin sut sifatli bo'lishi uchun birinchi navbatda uyqu farzandni ko'proq bag'riga bosish kerak ona. Bizada men bilaman o'zbek xonadonida ayollarga bolasini bermaydi ko'p qaynonalar. Ishingizni qilavering, men qarab turaman deydigan qaynonalar ko'p. Chunki ko'p ayollar bilan ishlayman. Bolasini bechora beshidan yechadi, emizadi, ya'ni belida yana dars ishini davom etadi. Keyin jamiyatda qachon sog'lom insonlar bo'ladi deydi. Bo'ldi, o'sha все nosog'lom bola bo'ladi-da. Qarang, onadan keraklicha mehr olmadimi mana shu arallik davrida-da. O'z keraklicha keyin qo'lingizga olmang, o'rgatib qo'yasiz ham deydilar. To'g'ri, ana. Nabarot olish kerak. Eng birinchi muhabbat qachon boshlanadi? Qachon boshlanadi savol? Qo'liga olganda birinchi muhabbat через кожу. То есть взяли ребенка, да, через кожу. Shu uchun silang, mana bu prikosновение muhim. Qarasangiz, mana oxirgi paytlarda yo'qolib ketyapti, taktilность yo'qolib ketyapti-da, mana bolalar bilan. Insta mamichkalar ko'paygan paytda emizishi mumkin, но ko'zi telefonda bo'ladi-ku. То есть connect yo'q-da bolasi bilan, qaramaydi. Bular hammasi keyin barib ta'sir bor, psixologический tomondan-da. Savol bersam bo'ladimi? Uyquni qanday normalizovat qilsa bo'ladi? Uyqu normalizovat. Man sava deydi-ku, kech uxlaydi, kech turadi. Kechqurun soat 22:00 dan 2 gacha melatonin gormoni ishlab chiqariladigan vaqt bor.
aynan o'sha vaqtni biz o'tkazishni boshlaymiz. Kech uxlaymiz. Bu narsa sekin уже organizmda kamayib ketgandan keyin biz avtomatik уже uxlashni unutib qo'yishni boshlaymiz. 3 bo'ladi, 4 bo'ladi, uxlolmaydi. Nima qilish kerak o'sha payt? Уже ichilishi kerak melatonin. Tashqi taraflama olishingiz kerak. Boshqa ilojisi yo'q. Melatonin ichiladi обязательно magniy, hozirgi holatingizga magniy glitsinatdan boshlasangiz bo'ladi. Uyquni yaxshilaydi. Lekin shu 2 oydan keyin обязательно melatoninga o'tishingiz kerak. Shu chet elga borsam, biron joyga dam olishga borsam, sразу tushadi normaga. Normagami? Yo'q, Normaga tushadi. Yetishmaydi sizga bu. Возможно, demak xotirjamlik. Magniy aytayotganlari как раз xotirjamlik beradi, to'g'rimi? Magniyda aytishlar. Bizga kerak, chunki biz baribir mediada ishlaymiz-ku. Bizdagi insonlik manimcha kerak deb. Lekin magniyni ham turlari bor-da, to'g'rimi Tursunboyeva? Uyqu uchun magniy glitsinat ichiladi. Ha, tushunarli. Ya'ni o'sha vitaminlarni ham nomi bo'lsa ham qanaqadir ozgina farqi bor ekanda. Buning uchun ham alohida o'qishar ekan odamlar. Hozirgi kunda mana aytamiz, garmon buzildi. Xo'p, men garmonlarimni joyiga qo'ymoqchiman. Yanada shu jinsiy aloqa ham yaxshi bo'lishi uchun garmonlarni joyiga qo'ymoqchiman. Nima deyishim kerak? Ha, analiz topshirishganda hozir ko'pchilik dietolog bo'lganda, to'g'risini ochiqchasiga aytish kerak. Lekin men ogohlantirgan bo'lardim, hammaga ham gormonlarni analiz qilib vitamin yozib berishga bermanglar, iltimos, o'ta professional bo'lsin. Bunga ahamiyatli bo'linglar, chunki ko'p noto'g'ri vitaminlarni va ko'p hajmda ichib olish ham menimcha zarar. To'g'ri, jigarga albatta zarar. Keragini ichish kerak. 11 talab yozib beradi-ku. 20 talab. 20 talab yozadi. 20 talab yozadiganlar bor. 25 talab yozadiganlar bor. Qani bir ochiqchasi ismini aytish bir etichna bo'lsa edi. Ayolda 20 bilan bordim deyaptilar. Men buni yaqinda ham aytdim. 20 ayolda bilan bordim, 25 xil bat yozib berdilar. 3 oy ichida 80 ga chiqib ketdi ayolda. Deyaptilar. Уже terilariga pigmentatsiyalar tushish boshlagandan keyin jigarda muammo borligini borib tekshirtirgan. Уже qatga murojaat qilsam bo'ladi, bu ayollar ustidan deb men aytyaptilar-da. Sport anaqa jinsiy aloqaga zamena bo'la oladimi? Zamena deb aytolmayman. Zamena emas, lekin yaqin. Hamma narsani o'zini o'rni bor. Qarang, biz sublimatsiya qila olamiz energiyani. То есть, siz hozirgi vaqtda sizda jinsiy aloqa yo'qmi? Хорошо, siz borib sport bilan shug'ullandingiz-da, o'zingizni diqqat markaziga qaratasiz, yaxshi ko'rgan ishingizgami yoki hobbingizgami, nimadirga qaratasiz-da. Bu degani hayot tugab qoldi degani emas-da. То есть, siz ham yashasa bo'ladi, lekin hozir biz bu gapni aytsak sizga, keyin то есть ko'rsatuvingizda demoqchiman-da, ayollar bu tirik original turgan erga ham anaqa zamena qilib yuboradi sport bilan, tushunyapsizmi? Bu prям juda ko'p faktorlar bog'liqda. Jinsiy aloqadan полнейшая перезагрузка bo'ladi. Mana telefoningizni включить qilib bitta перезагрузка qilamiz. Bu yerda полностью sam перезагрузка qilasan agar качественный jinsiy aloqa bo'lsa. Muammo shunda-da, ko'pchilik ayollarni qoniqyaptimi, yo'qmi, eridan xohishi bormi, yo'qmi, bu narsani o'ylamaydi-ku. Faqat o'zini o'ylaydi bu tomonlama. Ayollar nima qilsa alternativa sifatida uni? Gaplashish, o'tirib gaplashish. Bu mavzu gaplashasiz. Tabu bu narsani gapirish mumkin emas. Uyatsizsan, yomonsan deyishadi. Yo'q, o'zi gapirishyapti, o'zi o'rgatishyapti. Agarda siz men bilan yoki bugungi mutaxassislar bilan jonli ko'rishmoqchi bo'lsangiz, bizning nonushtamizga yoziling. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, qaysi kuni, qaysi mutaxassis bilan nonushta uyushtirilganini bilib oling. Qanaqa oilada, qanaqa muhitda biza katta bo'ylik, bu juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, men ham eslayman, kino bo'lsa, oldinda hammamizda bitta televizor bo'lardi-yu-da, uyimizda. Yaxshi sizlar o'tirgan ekansizlar, ko'zlaringizni yumib, bizaga просто bitta qarashlari bilan chiqib ketardi. Yoki chiqib qol. Masalan, qishloqda eslayman, o'tirgan paytimizda turib qoldi o'rardilar. Sen kuchukmisan, nima? Мы не понимали. Мы дети маленькие-da, qarang, mana shu joyda inobatga olish kerak, bolalar soznaniyasi toza bo'ladi. Biz hattoki tushunmaymiz hamda nima bo'ldi. No все-таки ko'z ko'rdi-ku o'sha rasmni, quchoqlashgan. Bu yomon degan narsa qoldi. Ha, и все, fiksatsiya ketdi. Men nimadir ne to'qib qo'ydim degan narsa qoladi-da bolada. Aybdorlik hissi. Вот. Aybdorlik hissi, uyat hissi shunchalik singdirib tashlanganki bizaga, katta bo'lgandan keyin ham, ulg'aygandan keyin ham yana shu o'sha gruzni baribir olib yuradi. Xuddiki eri bilan birga bo'ladi-yu, xuddiki u bir gunoh ish qilib qo'ygandek o'zini his qiladi. Va yana men bunaqa narsa ko'p kuzataman.
qara o'ylasang yigit bilan gaplashsangda gaping chiqsada to есть faqat qo'rqitiladi Faqat qo'rqitiladi qo'rquv, ha. keyin unashtiriladi to'yi bo'ladi to'ydan keyin u bechora qizdan master klass kutadilar Ha. u hozir bo'ldi birdaniga bir kechada u hamma ilmga ega u hamma narsani biladi lekin bir 50 ga kirgan bitta para bilan gaplashgan paytimda qarang 30 yildan beri видимо bular birga yashaydi biz shu temada gaplashganimizda xotini erim o'rgatadi deb kutgan ekan eri buni onasi yoki kenayisi o'rgatadi deb kutgan ekan va bular kutuvda yashaganlar bir o'rtada aloqa Voy, bo'lgan bunaqalar lekin ko'p. sifatli aloqa emas edida rosa kulishgandi bunaqa paralar ham juda ham ko'p yana bitta Samarqandda ham shunaqa para bor Xo'p, o'shanda kim o'rgatdi? Siz o'rgatdingiz? yo'q man seks coach emasman man o'rgatganim yo'q shunchaki tanangizga quloq soling сопротивляться qilmang то есть his qiling siz sevsangiz bu insonga yaxshilikni ravo ko'rasizku gaplashinglar o'zaro ko'z qarashlar bilan gaplashish mumkin gapirmasdan ham qo'li bilan harakatga keltirish mumkin menga masalan yoqadi deylik menga massaj qilishingiz yoki bo'ynimdan silashingizda то есть ayting bu eringiz ham folbin emas xotiningiz hamda o'rgansin bir-birini. kerakda sizga qanaqa kofe yoqadi deb хотя бы kelib ofitsiant so'raydi o'zi so'raganda va siz aytasiz xohlaganingizni menga pechenka bilan keltiring yoki mana bu ovqatni yaxshi ko'raman deysiz lekin bu oila rishtalarini mana ushlab turadigan jinsiy aloqa haqida biza gapirishga uyalamiz bu-ku mana bunday qattiq ushlab o'tiradigan mелочь mana bu narsalarni hammasini обсуждать qilamiz biz qarang man o'zimni savolim bor edi masalan mani ham 4 ta farzandim bor hamma o'zini bolasini to'g'ri tarbiyalashga harakat qiladi man uyda televizor ishlatmaymiz qaysi ma'noda faqatgina filtrdan o'tgan YouTube kanallarni qo'yib beraman ikkita televizorda ham faqat filtrlangan YouTube kanallar bolalarga foydali kontent serial kino bizani har xil narsalarni umuman ko'rishmaydi chunki fikrlashini buzib qo'ymasin deydi yaxshi lekin ba'zilar aytishadi bu noto'g'ri bular real hayotga tayyor emas deb bir taraflama birinchi savolim ikkinchi savolim yana bitta filtr qilaman ikkita qizim bor bittasi 9 bittasi 11 yosh 11 yoshli qizimga sevgi maktublari kelishni boshlagan va endi 9 ga to'ladigan qizimga ham Instagramiga uni blogerlikni boshlayapti Instagramiga sevgi xatlar kelishni boshladi va ularga aytdim qizlarimni qo'rqitdim hozir qo'rqitish mumkin emas deganingizga aytaman qizimni sumkasida sevgi xati topib oldim turmushga chiqqing kelib qoldimi dedim xohlasang dedim to'g'rimi noto'g'rimi deb so'ramoqchiman xohlasang dedim ertaga yo san uzatib yuborishim mumkin dedim lekin bilginki shu narsani hozir turmushga chiqsang san hozir u oilaga faqatgina uy ishlarini qiladigan odam sifatida kerak bo'lasan ana yana bitta ustanovka dedim lekin agar o'qishni bitirib kasbni egallab kerakli odam bo'lganingdan keyin turmushga chiqsang xuddi o'zingga o'xshagan man o'sha paytda to'g'ri fikr berdim deb o'yladim lekin hozir aytganingizdan keyin yana savol bermoqchiman yaxshi kasb egallaganingdan keyin o'zingni krugingdan o'zingga mos yaxshi inson uchraydi o'shanda sani eshitadigan san bilan yaxshi munosabatga kirishadigan odam bilan oila qurasan oilang ham chiroyli bo'ladi faqat xizmatkor yoki boshqaga qarashmaydi sanga deb aytdimda lekin hozir o'ylayman bolalarim shu turmushdan biroz qo'rqitgandek bo'lib qolmadimmi yo'qmi degan har doim gaplashasiz bolalar bilan bolalar har xil o'sgani sari fikrlari ham o'zgaradi u qanday yaxshi xo'p maktub xati olibdi demak e'tiborga tushibdi lekin shunaqa qizlar bor 3-4 ta dugona 3tasiga keldida podarik bittasiga e'tibor yo'q bilasizmi bu qanday qiynaladi bu unda alohida yana psixolog bilan ishlash kerak bo'ladi agar конечно же bu narsani tushungan oila bo'lsa bu ham bitta travma o'sha qizcha uchunda yaxshi tomonini aytib keyin alternativa xohlasang hozir 16 yoshda va uni tuyg'ulari bilan kelishilgan emas hisoblashgan holda bu yerda sizda eng asosiysi bir-birlaringiz bilan o'tirib gaplashib eshittira olish bizada shu madaniyat yo'q ekan o'zi gaplashish madaniyati yo'q ekan bolangiz o'zini fikrini aytsa gap qaytardingga kirgizamiz yo'q biz ko'p gaplashamiz lekin mana bu yaxshi ko'rsatkich bolalarga dars beraman-ku asosiy qizlarning orzusi faqat erga tegish yo'q o'zbek qizlarni man kollejda dars berganimda tezroq erga tegsa maqsadinglar nima deganimda yaxshi erga tegish deyishgan lekin hozir unaqa emas хорошо qarang biologический tomondan bu singdiriladi hamku o'zida yoshligimizdan ko'rishamiz qarang biologический biz o'zi intuitivno olib lalichkalarni o'ynaymizda bu на самом деле norma
faqat unda ham bo'lib gaplash qolmasligi kerak. kerak orzu. Ha. Полностью faqat butun fokus внимание bitta turmushga chiqishda emas, yana mana bunaqa hayotda yana qiziqishlari bor. Mana bu tomondan. Lekin seksiterapevt sifatida shuni aytgan bo'lardimki, mana shu qizlar yigitlarga bo'lgan qiziqishi bu yaxshi ko'rsatkich va yigitlarning ham qizlarga bo'lgan qiziqishi bu yaxshi ko'rsatkich, chunki oxirgi paytlarda qizlarga qiziqib qolyapti. Yoshlar orasida. Da. bolalar Qiziqish shakllanyapti-yu, lekin u haqida gapirish mumkin emas. Va natijada bolalar o'zi ko'chada o'rganyapti kim bilan qanaqa munosabat qilish, nima qilish. Chunki- Farzandli bo'lgandan keyingina, homilador bo'lib qolgandan keyingina bilib qolyapti. Voy, men noto'g'ri ish qilib qo'yibman-ku deb. Chunki oilada bu haqida gaplashinilmagan. U ya tabu bo'lgandan keyin qayerga borsin bola? Yoki gadjetlardan qiziqadi, qaraydi, yoki do'stlari bilan bu haqida gaplashadi. Shuning uchun hozirgacha bu xuddi udumday qolib ketgan muammosi, qizlarning muammosi bo'lsa dugonasiga boradi, xuddi bir ekspertda yoki o'g'il bolalar, erkaklar hattoki choyxonada o'sha qaysidir bir muammosini muhokama qilishi mumkin-da. Hattoki oilaviy yotib turganigacha ham olib chiqadigan, anaqalar maqtanadiganlar bor, har xil holat. Lekin bu jinsiy munosabatlar shunchalik intim bo'lishi kerak faqat o'zaro erkak va ayol o'rtasida qolish kerak. Yoshligida esa buni ona agar o'z vaqtida tushuntirib boraversa, san ham ertaga uylanasan, xuddi shunday, san o'zing ayoling bilan gaplashasan, lekin mana bu ba'zi narsalarni berish kerak. Qachon boshlanadi bolalarda? Men qayerdan paydo bo'ldim, qayerdan tug'ildim deydi. So'raydi. Bo'ldi, mana shu faqat yana magazindan oldik, bu narsalarni aytmaslik kerak, chunki hozir ishlamaydi bu narsa. To'g'ri. Ertaga turmush qurganda muammo bo'lmasligi uchun necha yoshda bolaga aytish kerak? Keyin kim aytish kerak? Erkakga aytish kerakmi, ayol kishimi? O'g'il bola aytsin, to есть o'g'il bolaga dadasi aytsin, qiz bolaga onasi aytsin. Dadasi Agar bo'lsa-chi? bo'lmasa onani o'zi ham aytsa bo'ladi. No faqat emotsionalni mamlaqa razdrayv holatda emasda. Bizda yomon narsa, mumkin emas narsa gapirma, ko'rsatma, ko'rinma degan narsa bilan. Qarang, bola har doim emotsiyani eslab qoladi. Har doim. Mana yaqinda ham bitta bo'lgan hodisa, kechqurun 2 da yozyapti, bir ayol nima qilay, erim bilan birga bo'lganimizni ovozini qizim eshitibdi deydi. Hatto xonasi uzoq, qandaydir tualetga o'tayotgan payti eshitibdi. U nima mandrash, nima dey. Aytdim, avval o'zingni uspokoyis qilib olgin. Mana bu holatda hech qachon gapirma. Yoki hayz ko'rgan paytlarda men o'zimni eslayman, ko'p buni ham keys aytaman, ko'p joyda shunday onam kirganlarda opam ikkamiz o'tiribmiz, qaysi biring kasal bo'lding deganlar. To есть mana shu emotsiya qolib ketgan. Men o'ylaganman, bu nimadir yomon narsa shekilli deb o'ylaganman. Yo'q, men emas deganman, даже bilmaganman. Что menstruatsiya bu kasal deb aytadilar-ku bizda, tushunmaganman-da nimaligini. Emotsiya esingizda qolib ketadi. Yosh bolalar hali bilmaydi u narsani. Erotik kontekst kattalarda bizda bo'ladi u narsa. Biz noto'g'ri urug' berib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun 2 yoshdan nima uchun turli qoidasi bor. 2 yoshdan bu narsa haqida gapirilaversa, o'zi berilaversa, dальше bu как цепочка ketadi. U har kuni sizdan ertalab so'ramaydi uyg'ongandan. Ona, men qayerdan tug'ildim? Хорошо, tushundim qayerdan tug'ilganimni. Qanday qilib men sizni qorningizda paydo bo'ldim debda. Men aytaman, iltimos, Vasya, Petya tam kim bo'lishidan qat'iy nazar, dadang bizdan bilan uchrashdik, spermatozoid men bu yerda uchrashdi, unaqa emas, u haqida so'ramaydi, ularga umuman qiziq emas. Qornimda o'sding deydi. O'z tushunyapsizmi? Men shunday, lekin haqiqat bo'lsin-da bu. Haqiqatga yaqin bo'lsin. Aistga aloqasi yo'q-da uni. Tushunasizmi? Aynan mana shu gap qanaqa berishingizga qarab ertaga turmushida passiyada bo'lgan munosabatlar ham shakllanadi. O'zi umuman hozir aytayotgan hamma narsalari bu mana shu ham jinsiy tarbiyaga kiradi. Jinsiy tarbiya bu faqatgina jinsiy aloqa emas. Mana shu hammasi jinsiy tarbiya. Uni demak, avvalambor onalarning o'zi o'rganish kerak. To'g'rimi? O'zida, shuning uchun aytaman, onalarni o'zi, ayollarni o'zi yoshligidan mana shu вообще tarakanni qo'ymaslik kerak-da. Bizani avval mumkin emas degan narsalar bilan o'sgan bo'lyapmiz-ku. Gapirish mumkin emas, bu narsani o'ylash mumkin emas deb tarbiya qilinganmiz biz. Ota-onalarimizda shunday bo'lganda, hozir o'zgardi. Hozir mana oldin podkastlar bo'lmagan-ku, tim bo'lib o'zbek tilida bo'lmagan. Mana siz bu temani olib chiqyapsiz. Уже kimdir eshitdi. Однозначно baribir yana ikkiga bo'linadi odamlarda, допустим, bittasi aytish kerak deydi, bittasi yana har doimgidek aytam, asli islomni o'rganinglar, u yerda umuman hech narsa sizga keyin kerak bo'lmaydi
bo'lmaydi deydi. То есть hammani o'zini qanaqadir fikri bo'ladi. No biza bugungi kunda уже o'rganyapmiz-ku va biza endi bolalarimizga boshqacharoq beramiz. Bizani bolalarimiz o'zini bolasiga undan ham yaxshiroq informatsiyani beradi. Ha, mana yaqinda yanada mavzuga oydinlik kiritsak, ortiqcha vazn jinsiy aloqaga ta'siri. Mana yaqinda bitta video tarqalib ketdi internetda. Bitta ayol bitta erini kimdir bilan tutib olib, o'zi uni urgan. Urganmi, tepganmi, shunaqa video. Bu ayolni men keyin kirib qaradim, ortiqcha vazni bor ekanda. Normal ortiqcha vazni bor. Ikkita mushtam bolasi bor ekan. Eri xiyonat qilgan ayolni ortiqcha vazni yo'q ekan. O'shani ko'rdim. U ayol aytibdi, menga ortiqcha vazning bor, semizligingdan ering tashlab ketdi deb yozayotgan, unaqa yozmaylar, bo'lmagan gap deyapti. Bizda hamma narsa ideal edi, men ozmayman, gap bunda emas deyapti. O'shanga men yanada o'sha payt o'ylanib qoldim. Demak, haqiqatdan ortiqcha vazni jinsiy aloqaga ta'siri bormi, yo'qmi degan narsa. Tetik ta'siri bor baribir. No, bizni taomimiz kelmaydi bu narsa. Fizический ta'siri bor. No, savolda kamida fizический ta'siri bor, to'g'rimi? Masalan, o'sha insonni o'zidan so'rasam, xohlardimi deng, mana волшебный палочка. Xohlarmiding desa, men o'ylaymanki, ayol baribir ha desa kerak. Ortiqcha nomi bilan ortiqchada, u ortiqcha yuk. Men hozir ketyapman, допустим, bitta bunisida 10 kilo, bunisida 10 kiloda, sani yana men buyog'ingga ham 20 kilo tashladilar-da. То есть как тебе так удобно идти? Или hammasini tashladingda, mana bu vesingda-da, то есть o'zingga mos vesda qaysi biri все-таки senga yoqimli? Og'ir-ku narsa. Demak, mana bunaqa narsa bo'lganda, bularda donishta qilganimizda kelgan odamlar o'zini eshitdim-da, u aytibdi 25 kilo tashladim. Umrimda birinchi marta turmush o'rtog'im menga gul sovg'a qilishni boshladi deyapti. Endi u faqatgina ozib qolgandan emasdir deb o'ylab qoldim. Yo'q, u ham mayli. Ortiqcha o'sha vaznli ayollar bilan polni ishlayman. Eri borib ayoli uchun ichki kiyimlar olib kelib beradi. Pinyuarlar olib kelib beradi. Mana shuni kiygin, o'ynab bergin deb. Chunki ozganda, ozganda. Chunki erkaklar baribir go'zallikni yaxshi ko'radi. Ideal ayoldan ketib qomati to'lachiroq bo'lgan ayollar bilan xiyonat qilayotgan erkaklarni ko'rganman-da. Ayoli ideal har tomonlama. O'ylantirib qo'ydinglar. Munosabatlarda ham ideal, farzandiga qarashi, uy tutishi o'zi ham ideal ko'rinishda, lekin eri xiyonat qiladi. Xiyonat qilganda undan chiroylirog'iga emas. Qaytaga to'lachiroq bo'ladi, lekin balki mehrda, balki so'zda, balki nimasidandir o'sha odamga ilinadi-da. Ko'rdim, bitta emas, bir nechta shunaqa vaziyatlar ko'rdim. Ideal degan so'zdan o'zi bir ketish kerak-da, individual har bir odam. Nimasidir yoqadi shunda. Может быть, именно o'sha ayolni oldida o'zini machoday his qilmasligi mumkin. Понимаете? U чересчур, видимо, mukammal bo'lgani uchun ham shunaqa, bu psixologiyada bor bu narsa. Boy bo'lgan payti ham umuman bomshga o'xshab qolgan paytini ham ko'rgan bo'lishi mumkin-da. Bu erkakka boshqacha his tuyg'ularda, boshqasi bilan uchrashgan paytda uni bogotворить qiladi. Debda unga chutli sig'inmaydi-da, balkim shu emotsiyalar uchun borishi mumkin. Har doim ham muhim emas-da, biz. Boshqa narsalar ham. Da, men hozir imенно qarang, oilada faqat erkak uchun, jinsiy aloqa uchun ves tashlang demoqchi emasman. U inson o'zi uchun eng birinchi o'rinda. Sog'ligi uchun, sog'ligi uchun boshlasin, qolgani keyin уже наложиться qilaveradi. Joyiga tushadi. Lekin mana shu jinsiy aloqa stressni pasayishiga yordam beradimi? Beradi, 100%. Да. Перезагрузка же идет. Yechib tashlaydi stresslarni. Да. Demak, bari osish kerak deydi. Stress bilan kurashamiz-u, lekin o'sha mana senga borku. Borgin, shug'ullanganda. Hozir bundan oldin aytmoqchi bo'lgan gapim, siz aytdingizki, umidim bor deyapsiz-ku. Qarang, siz уже bu narsa ozganda raqsga tushishmi dedingiz-ku. Уже qilish kerak bu narsani. Oynaga qarayotgan paytda siz просто qarashingiz mumkin-da, raqsga tushyapsiz, но xayolingizda какая вы прям вот еще ozg'inligini tasavvur qiling. Yana bir 5 kiloga deylik. Keyin birdaniga prям idealni o'sha siz xohlagan qomatni aytmang, tasavvur qilmang. То есть, но oz-ozdan o'sha miyangizga beraverasiz-da, beraverasiz-da. Bu как бы bu ham yordamchi sifatida. Qachon men bo'laman, keyin qilaman desangiz, bu оттягиваться qilinaveradi. Men ham bunaqa narsa eshitganman. Shu odam quchoqlashganda ham bir xil gormon ishlab chiqarar ekan. Окситоцин. Окситоцин, mana окситоцин. Serotonin, окситоцин, baxt gormonlari, limбическая часть мозга, это все. Mana shu окситоцинni
faqatgina erkak kishini olsa bo'lar ekan. No, quchoqlashganda olsa bo'lar ekan, shunaqa deb eshitdim. Mana shu gormonlarni faqatgina mana shunaqa payt, taktilniy payt olsa bo'lar ekan deb eshitdim. Endi shokolad yeganingizda ham bu gormonlarni olsangiz bo'ladi. Misol uchun magniyni o'zi ham beradi-da. Misol oddiy 70% shokolad yeganingizda ham olasiz bu narsani, lekin baxt gormoni. Mana bu yo'g'isi to'lmaydi. Sportdanchi. Mana bu yerisi to'lmaydi, tushunyapsizmi? С мужчиной biza har bitta kecha ukam bilan gaplashsam, apa bo'y bo'ladimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ayol kishiga сильное плечо нужно deydi. Doim kerak. Buni prosta biza tan olishimiz kerak. Ha, kerak. Bitta narsa esimga tushdi. Ginekolog bilan ham suhbat qilganman. O'shanda ular ham tushuntirib berganlar, ya'ni jinsiy aloqada ortiqcha vaznli ayollarda sifatsiz bo'ladi. Nega? Chunki ularda qin ham kengayib ketadi. Ular o'zi bilan ishlamaydi, mushaklar bo'shashib ketadi, lekin sport bilan shug'ullangan, ortiqcha vazni bo'lmagan ayollarda qin mushaklari ham baribirga ham torroq bo'ladi. Shu taraflama ham men ginekolog bilan suhbat qilganimda ular aytganlar, bu taraflama ortiqcha vaznli ayollarda muammo bo'ladi. Даже sezmasligi ham mumkin jinsiy aloqani. Opущение matki ham bo'lishi mumkin. Opущение matki ham ortiqcha vazndan kelib chiqadi deb tushuntirganlar-da. O'shanda уже yana bir bor amin bo'lganman, ayollar o'zini yaxshi ko'rishi uchun ham baribir ozish kerak. Chunki jinsiy aloqani ayol faqat eri uchun emas, o'zi uchun ham xohlaydi-ku. Hamma tarafdan. Прежде всего o'zi uchun. Mana shu yerda просто xudbinga aylaning deyman. Siz marafonlaringizda sport mashqlarini berasiz-ku. O'shani qanaqa tanlaysiz? Keyin ko'p kegel mashqlarini ham beraman ayollarga. Kegel juda ham foydali-da. Ayollar bilasizmi, mana shu ozganda Men o'tkazib o'rganman. Men anu mijozman, anu oxirigacha o'rganmaydigan mijozlaridanman Tursunboyevani. Sarlavhasini o'qiysiz. Hech bo'lmasa badaninglarni skrabda massaj qilinglar. Badani bilan ishlamaydigan ayollar bor. Kegel nima? Qurib yotadi, teri bilan ishlashmaydi, faqat ozgina yuzi bo'yanib chiqib keturishadi. Yo'q, unaqa emas. Har kuni kechasi dush qabul qilinglar o'zingizga. Hamma narsani baribir tushuntirish kerak. Bizda Chunki baribir bizaga fasad muhim bo'lib qoldi-da. Savol tug'ilganda, nima uchun deydi, birinchi yegipetskiy raqslar paydo bo'lganda va bular hammasi qo'shnilar urush jangga ketgan paytda, zerikkan paytlarida shu erkaklar keyin shunaqa raqsga tushgan ekan. Nima uchun deydi, ayollar bu raqsni arabskiy raqslarni o'ynagan paytda deydi, все мужчины у ног были женщин deyapti. Nimaga chapachasi bo'lmadi? Потому что deydi, именно faqat ayol kishida bor bu narsa, tabiat bilan ularni biladigan. И вот это аккумулируется вокруг пупка, kindik atrofida da akkumulyatsiya bo'layotgan bu energiya. И shu uchun ham arabskiy raqslar ko'pincha открытым животом танцуют, потому что вы вбираете эту энергию deydi. Erkakni ham jalb qiladi. Endi qanaqa niyati bo'lsa, tushundim. kimni qanaqa niyati bo'lsa-da o'sha momentda. Mana shu raqs terapiya qilganingizda yig'lab yuboradimi qizlar? Nimadan yig'lab yuboradi ular? Yo'q, emotsiyalar bilan ishlaymiz, o'z og'riqlari bilan ishlaymiz-da. Ya'ni ular shuncha mana uydagi gaplarni yig'ib hamma joyiga keyin chiqazadi. Mana qarang. Biza ikkita narsa bilan upravlять qila olamiz, fikr bilan. Fikr keldi, men xohlasam aytaman, aytmayman uni, yoki harakat. Men hozir turib, mana turmoqchiman-da, все-таки podkast bo'lyapti-ku, yo'q, o'tir Nodirada. То есть men o'zimni qo'limda. Yagona emotsiyani biza upravlять qila olmaymiz, u tanamizda qoldi, bo'ldi. To есть sizda paydo bo'ldi-da. Men rost birdaniga Zamira nimadir dedilarda, menga imanda shuna emotsiya paydo bo'ldi-da. Men ushladim, men kontrol qildim. No bu emotsiya o'chira olmadim. Masalan, jahlim chiqardilar yoki meni kuldirdilar. Yoki kuldirgan paytda uni ham bosdim. Tanani ichida qoladi va bu yashaydi. U hech qayerga yo'q bo'lib ketmaydi. Единственный kasallikka aylantirishi mumkin. Agar bu destruktiv emotsiya bo'lsa. Shuning uchun biza yaxshi yamonga bo'lmasligimiz kerakda, biza uni chiqarishimiz kerak, yashashimiz kerak. Bu bilan aytmoqchi emasman, eringiz yomon ko'rsangiz, borib skоворodka bilan bitta uring demoqchi emasman-da. Siz проявить qiling va o'zingiz, hozir jahlim chiqdi. Oddiygina shu narsadan. Men masalan, nimaga yana anaqa polkangni yig'ishtirmading? San deymanki bolamga, san degan. Shu paytda o'zi meni jahlim chiqayapti. Meni bu yerlar to'zigani uchun. Chunki bu menga yoqmaydi deganim qayerda-da? Qizimga qaratib san deganim qayerda-da? Вот так.
bu yerda biza aytishimiz kerak chunki emotsiya bo'lib qolib ketadida bu tanangizda. aytolmaydigan joyimiz ko'pda, ayniqsa Конечно, kelinlar. ko'p. Yoshligingizdan aytgan, san yaxshi qizsan, aqlli qizsan. Bolalaringizni qanday mana vrachga olib borayotgan paytda necha marta bo'lganmanda qon topshirdim yoki nima bo'lgan paytda bu yaxshi qiz, bu aqlli, yig'lamaysan, yig'laydi deyman. Yig'laydi. Aytib, tish doktoriga borganimizda ham, da, tish doktoriga ham borib tepasidan shuni yoshlayman-da. Я здесь, qizim, я здесь, хорошо? Men oldingda turibman. Agar yig'laging kelsa, yig'la qizim. Faqatgina jorgitsa qilma, xo'pmi? Tushuntirish kerak-da. Borganda ham masalan oyog'i lat yeydimi nimadir, ha, og'riydi, aytish kerak, ha, og'riydi, lekin bu o'tib ketadi. Bu vaqtinchalik. Mana shu narsani shu yerda bola keyin proyavlять qiladi-da baribir. Og'rig'ini aytib bilish kerak. Biz o'rganganimiz uchun og'riqni faqat bosishga. Erkaklarchi? Araqisda o'sha og'riqlarni chiqazib yuboradimi? Da, конечно. Yashab o'tadi-da o'sha. Yashab Shuning uchun ham o'tadi. nimaga deydi, zumbaga o'ynasam men raqsga tushyapman-ku, men yig'lagim kelyapti, ko'rib. Chunki demak, ungacha boshqa praktikalarni ham qilib boramizda biz. qarang, chunki menda savol bo'lardi-da. Psixologlar aytadi, siz deydi o'sha o'zingiz ustingizda psixologiyada ishlamay yurishcha ozolmaysiz deydi. Keyin men Tursunboyevani anaqasi nonushtasida 30 kilo ozgan 10 ta 20 ta ayoldan so'radim. Siz psixologga bordingizmi? Yo'q deydi. Qanaqa psixolog siz 30 kilo 35 kilo oz deysiz Tursunboyeva marafonidan degan savol uyg'onardi-da menda, chunki psixolog 100% shunaqa derdi. Hozir men tushunmaymanki, ular balki mashqlarni bajarganda, berayotgan raqslaringizni qilganda, o'shanda yig'ib, ochilib chiqargandek bo'lmasa. Даже rasm tashlashardi, terlab, pishib, xursand bo'libdi, ertasi kuni shunaqa kayfiyat bilan turadi. Kech uyg'onadigan, bosh og'riydigan ayollar sport bilan shug'ullangandan keyin erta turishga odatlanadi. Erta turgandan keyin shunaqa kayfiyati zo'r, yana kechqurunga bormasdan yana bitta sport bilan shug'ullanib olishadi. Ha, sizga отчет tashiydi terlaganini har safar. Отчет tashiydi, yeyotganini ham tashiydi-ku. Bizda yeyotgan mahsulotlarimiz, mahsulimiz o'zi aslida yaxshi narsa, sifatli narsa yesangiz, kuningiz ham yaxshi o'tadi, kayfiyatingiz ham yaxshi bo'ladi. Faqat shakar yeyverib, uglevodni yeyverganingizdan keyin, конечно, dangasa bo'lasiz, yig'lagingiz keladi. Hamma narsa baribir yeyotgan, ichayotganimizga bog'liq. U taraflar ham. Ya'ni chunki mana rostdan menga aytishganda, ayniqsa Rossiyada aytishadi, nutritsiolog, psixolog ozdirib olmaydi deyishadi. Bolalar. Sizga savol beraman. Ozgan paytingizda nima yomon tomoni bor? Ozganimda anaqa birinchi kelgan. Bloklaringiz bor demak. Uni aytsangiz yomon qiz deyishadi. Shu ekan. Вот, menga men aytganman-da, stand-upda ham aytganman. Sen yozib yoshganda shunaqa xursand bo'lganman. Chunki masalan, ozg'in bo'lib sen shou biznesda bo'lsang, sen yengil tabiatsan. Mana menda ana qolib ketgan mana hamma qarindoshlarim, hammasi aytgan, Indira raqsga boryapti va uyat, sharmanda Indira raqsga yig'ishtirsa, men 5-6 yil qatnashib tashlagan qizman. Voy, anaqada raqsga tushibdi, ko'rdik. Anaqada boshida o'zi klipda chiqqanman bir marta. Yulduz Usmonovani klipida salto otganman. O'shanda menga ko'rib qolishganda, voy sharmanda Indira raqsga tushibdi. Voy deyishgan. Men hech bo'lmasa bir haftagina sharmanda qiz bo'lib yuring. O'zingizga shuni ruxsat bering. Ha, chunki men hamma raqsga borganman. Men даже anaqa qo'lda sakrashni bilaman. Mana shpagatlar hammasi raqsdan men yaxshi ko'rardim shunaqa narsani. Menga hamma aytgan bu sharmandachilik. Keyin mana haligacha to'yga chiqmayman, bilasizmi, shou biznesda. Hamma sizga juda ham muhimda, hammani anaqasi, hamma shu anonga inobatga olib ketadi. To'yga sразу aytib hamma chaqiradi. Boshlovchi bo'lgan, qilgan. Ko'pchilik bilmaydi, men haligacha biron bitta to'yga chiqmayman. Chunki menga aytishgan, to'yda senga hamma noto'g'ri nazar bilan qaraydi. Ayollar klubida siz ham shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, unda hamkorlikda biz bilan ishlang. Buning uchun esa mana bu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ayol o'z jinsiy ehtiyojlari haqida uyalmasdan gapirishni qanday o'rganishi mumkin? Eng birinchi o'rinda bildi, uyalayapti va strategiyani darrov tuzib olish kerak. Qanday qilib bu narsani erimga aytishim mumkin yoki o'tirib shunday suhbat qilish kerak yoki unga kartinka tashlasangiz bo'ladi. Bu borada faqat ehtiyot bo'ling. Qanaqadir porno roliklarni yuborib o'tirmang, chunki erkak kishida har xil fikrlar paydo bo'ladi. Eng asosiy narsa bu til, zabon. O'tirib gaplashdingiz. Menga mana shunday bo'lsa yoqadi. Menga esa mana bunday yoqadi debda eriz ham aytish kerak, siz ham aytishingiz kerak va buni oddiy holatga olib kelish kerak.
agar ko'ziga qarab gapirolmasangiz, o'tirib gaplasha olmasangiz, oddiy SMSlardan boshlang. Ehtirosli SMSlardan boshlashingiz mumkin yoki seksualniy igri. Bu ham yordam beradi. Ozganingizda ozsangiz qorin ketmasa nima qilish kerak? Asosan qoringa nimaga yog' yig'ilyapti? Birinchi bo'lib shu muammoni topishimiz kerak. Asosan insulin rezistentlikda kortizol ko'tarilganda biz qorin sohasiga ko'proq yog' yig'amiz. O'shaning uchun buni keltirib chiqarayotgan sababga ildizga ta'sir ko'rsatish kerak. Mana men testosteronim borda, masalan, yelkalarim shuning uchun katta. Agar men o'z ustimda mana shu raqslarga tushib, ayollikka ustida ishlasam, testosteron pasayishi mumkinmi yoki buning uchun vitaminlar ichishim kerak? To'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri kun tartibi, keyin 3-o'rinda уже qo'shimcha vitamin B preparatlarni qo'shsangiz bo'ladi. Sizda shunaqa bo'lganmi? Testosteroni baland raqslar orqali tushgan. Yoki baribir endokrinolog bilan ishlaydi. Holati o'zgaradi. Hozir men sizlarni eshitib turibman-da, holat o'zgarishi boshlaydi. Даже yoqimli birorta muzikani qo'yib, shunchaki raqsga tushsangiz, plavni harakatda sizni ichki holatingiz o'zgarishi boshlaydi-da. Siz жесткий движенияларni qilgisi kelmaydi, so'kingiz kelmaydi, jahlingiz chiqmaydi-da. Lekin bu bilan testosteroningiz pasayib qoldi deya olmaymiz. U baribir mutaxassisga borish kerak. Qaysi defitsit energiyani o'chiradi? Tanqisliklar qaysi vitamin minerallar yetishmovchiligi energiyani o'chiradi. Libidoni tushiradi demoqchimiz. Buni Jinsiy bilmayman. passivlik. Tink erkaklarda asosan. Bu savol menga emas, vidima. Ayollarda-chi? Ayollarda ham shunaqa. Tink, vitamin D pastligi erkaklarda обязательно 0 даже bir xillada. Tink, vitamin D 0 bizda ham 0 chiqqandi ikkalamiz. qalqonsimon bez agar sus ishlaydigan bo'lsa sizda, уже hamma gormonlaringizga ta'sir qiladi. Giperprolaktemiya deydilar, shuni. Prolaktinni ko'tarilib ketishi. Prolaktinni ko'tarilib ketishi testosteron tushib ketishiga sabab bo'ladi erkaklarimizda. Shunaqa, lekin agar erkaklar jinsiy quvvatini oshirmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda sinkdan boshlanadi. Eng ko'p gormonal buzilish nima bo'lyapti hozirgi kunda ayollarda? Hozir ayollarda ham, erkaklarda ham insulin rezistentlik. Insulin. Shu mana bitta ildiz sabab qolgan gormonlarga ham ta'sir qilyapti. Biz mana o'tirib birinchi marta tan oldik. Men o'sha 100 kiloga yaqinlashdim, turmush o'rtog'im 130 kilodan oshdi. Va ikkalamiz bir-birimiz bilan gaplashib, qaror qabul qildikki, 3 oy ichida ikkalamiz ozamiz. Aniq gaplashdik. Biz gaplashganda bildikki, muammoyimiz yo'q, faqat ortiqcha vazn. Ochiqchasiga hal qildik. Как раз Tursunboyeva bilan ishlayman dedilar, 3 kun bo'ldi ishlayotganimizga. Bular erkaklar bilan ishlamaysiz-ku, erkaklar bilan ishlamanglar, no. Xudo xolasa men o'zim bulardan bilim olib, ularga ham baribir o'sha pishani berasizlar, agar ko'rsatkichlarni ko'rsatsangiz, siz o'sha ovqat qilasiz uyda, o'sha bir xil ratsion. Biz shunaqa gaplashdikki, hamma o'ziga o'zi mas'uliyat olish. Men aytaylik Tursunboyevani topdim, ular xohlagan vaqt topsalar, lekin o'zini mas'uliyati o'zida, meni mas'uliyatim menda. Lekin men aytmoqchi bo'lganim haqiqatdan o'rtoqlar, ajrim yechim emas har doim. Prosta meni eshitaylik, boshini o'tkazgan o'sha aytaman. Zulm qilsa, narkoman bo'lsa, men o'sha o'tirmayman u odam bilan. Chunki qiyin u vaziyatda. Вы приходите к этому. Иначе olma-pish o'zini lekin yutish bo'ladi. zo'r savolim mana shu tushdi. Prям xalqqa ichidan so'ralgan savolim. Xiyonatdan keyin ayol kishi ketib qolmaydi, kechirib yashayman deydi, no yaqinlasha olmaydi. Shunaqa mijozlaringiz bormi? Mana shunday. Yordam berdingizmi? Конечно. O'tgan yili Stop xiyonat proyektini qildim. 1000 dan ortiq zaявkalarni, то есть tushyapti-da, qarang. Apros qilyapmiz. Kelganlari bilasizmi nechta bo'ldi? 5 ta yoki 6 ta bo'ldi. 1000 tadan. Bu hali undan tashqari boshqa aprosniklar bor edi. Chunki tayyor emas og'riqni chiqarib yuborishga. Chunki uni xo'rozqon qilib hali so'rib yurmoqchi. Nima foydang bor? Ikkilamchi foydasi bor-ku. Uni yuziga solaman-da. Haqiqatdan Nodirapa lekin ana shu men shuni aytganimdan keyinchi meni ko'chaga qo'yadigan bo'ldi deydi. Bittasi mashina olib bergan, bittasi есть выгода. Men aytdim, bittasi o'tirdiki, unisidan bola ham orttirib olibdi. Xo'p, oila tanladingiz, bo'ldi, birga yashayapsiz. Xo'p, yaxshi yashayversangizmi bular? Yo'q, praktika qilyapmiz. 15 minut ichida tinimsiz u ayol boshqa qizni qarg'ab o'tirdi. Men praktika. Qolgan hamma qilib o'tiribdi. Men kelib eshitib ketaman, tugatdimi deyman, yo'q. U tinimsiz, prям og'zi tingani yo'q, qarg'adi-da o'sha qizni. Хорошо. Erkak kishi sababchidir baribir uch burchak bo'lishiga ham, da, все-таки разборgan-ku.
shu joyini kesib tashlasam aytaman domkrat bilan turg'izmaydi-ku deymanda. Вот. Я говорю, sababchidir. Yo'q, o'sha o'ziga qaratdi-da, keyin mana shu joyga kelganda vaziyatda qarang. qarang nima deyapti bu ayol. Man sevgi haqida, mehr haqida, oila, nabarot sog'lom ruhda bo'lish haqida gapirsam, nimani xohlardingiz degan joyda bilasizmi, invalid bo'lib qolsa edi, chiqib ketolmas edi dedi. Voy. Agar erim invalid bo'lsa edi, mani qo'limga qarab qolgan bo'lsa edi, tushunyapsizmi? Aytaman, har xil bor. Har xilda ayollar bor. Shuning uchun yana bitta ayol aytdiki, 11 yil bu gruzni olib yurdim a. Qayerda edingiz? Men aytaman, 9 yildan beri faoliyatim ko'rsatdim bitta ko'pirishlikda. Nimaga, то есть tushuntirib keldim nimaga olib keladi va qanaqa holatlar bo'lyapti. Men говорит, у нас по-новому, boshqatdan hammasi boshlandi. Ha, davomidan, lekin jinsiy aloqamizni dedi sifati shunaqa o'zgardi, shunaqa zo'r bo'ldi hozir munosabatlarimiz. Gap bar o'zi bilan ishlash kerak-da baribir, to'g'rimi? Mana sizni mijozlaringiz orasida eriga qasma-qas ozganlar ko'p. Ko'p. To'g'rimi? Mana O'zim ham shunaqa ozganman. Qasd qilib ozganman. necha kiloda necha kilo? 130 bilan boshlaganman, hozir 50 kilo. Voy, shunaqa bo'lganmiz. Вот qanaqa qilib buni bu qanaqa qilib shunaqa kuchli motivatsiya bo'lishi Nima mumkin? ko'rganman bilasizmi? Telefonlarida ko'rganman, shunaqa qizlarga like bosganlar, rasmini olib yurganlar, u bitta udar bo'lgan. Ikkinchi udar уже baribir отношениям bilganimdan keyin, qanaqa qizlar bilan qaraganman, u уже idealniy. Bo'ldi, o'shandan keyin qasd qilib Homiladorlikdan keyin semirganmisiz? O'zi tega ozg'in bo'lmaganman-da, qizlik davrimda ham 75 kilolar yurardim. Sizga qarab hech kim unaqa deyman. Men rasmlanib qo'yaman, 130 kilo bo'lgan. Juda keyin hattoki shu orqali nutritsiyaga kirib kelgansiz. Ozolmay qiynalib oxiri o'qiganman-da. Потому что boshida ozganlarida bular jigar kasal bo'lgan, unaqa bo'lganda, bular Dori ichib qo'yganman. Mengacha ozsa bo'ldi. U kasal bo'lib ozadimi? Nima qilib bo'lsa ham o'sha maqsadga yetsam bo'ldi-da. Lekin nechta kasal orttirgan. Mana shu dori operatsiyalarga qanaqa qaraysiz? Operatsiyalar endi vaqtinchalik, chunki baribir hozir operatsiya qilganlarni yarimdan ko'p o'zimda ozishadi. Baribir oshqozon kengayadigan organ. 3 yil, yuzog'i 4 yil. Baribir yana u semirishni boshlaydi. Chunki u oshqozoningizni kestirganingizdan keyin bo'ldi, oshqozon shunaqa kichkina bo'lib qoladi degan emas, yeganingiz sari kengayadi. Bunaqani ko'rdim yaqinda. juda ko'pchilik. Barchinoyda. Ha, Barchina, Barchinoyni ko'rdim. Yeyolmaysiz ovqat, debda, вообще этот. Ha, mana Barchin chestniy qizda aytadi, yeyolmaysiz deydi. Endi qarang, menga mana ko'pincha hamma qayerga borsam baratriya qilgin deydi, operatsiya qilgin deydi. Men aytaman, qara, men haqiqatan lazzatli ovqatni olaman. Men toza gurmanman. Chaynaganingizda men yoshligimda mana Arajon qanaqa o'stirganlar, stol hamma narsa bo'lardi. Men o'ylardim, qo'shnimiz anti sarpa yig'yapti, mashina yig'yapti, biz faqat yaxshi ovqatlar olyapmiz derdim. Adam aytardilar, bolam sovchi kelsa, qanaqa o'stirganingiz bolangiz desa, qaymoq bilan o'stirganman deb aytasan derdilar. Biz har doim yaxshi ovqat yeganmiz. Bizadan ancha boylar, 3 tala mashinasi borlarni uyiga mehmonga kelsam, umuman ovqat bo'lmasdi normal. Hayot bashoratlar. Menda shuncha yil ichida ovqatdan lazzat olish уже bo'ldi, menda ichimga kirib kelgan. Men oddiy sariyog' nondan mazza qilaman. Undan butunlayga voz kecha olmayman. Ora-chorada normal yeb olishim kerak. Ha, to'g'ri, hozir mana bularga qatnashingiz dorini ham ozgina bir xillari mumkin. Normada deyiladi. Lekin oshqozon kestirsangiz, u ham mumkin emas. Mana bularda 35 kilo ozgan mijozlari bor, lekin tashlaydigan ovqatini ko'raman, orada xonim ham chiqib qoladi. Yeydi, aniq. Voz kechib bo'lmaydi-da. Qiyin, amanda bu meni lazzatim. Men uni qila olmayman. Eng qizig'i bilasizmi, men odamlarning miyasiga operatsiya shunaqa kirib qopti. Qarang, barrasi kuldim. Shuni bozorga kelib, o't o'lan sotib olman, shpinat, 3 kunlik ishlar bizga. Shuni olsam, menga nima deydi bular? Operatsiya qildirdingizmi? Men hali ozmadim. To'xtanglar, hali 90 dan tushmadim. Menga deydi, operatsiya qildirdingizmi? Hozirdan. Miyasiga kirib qolgan. Men ertaga olsam bular nima deydi dedim-da. Nima desa, shunday ming toqat qo'yib yeb beraman, hech narsa deya olmaydi. Chunki operatsiya bo'lgan odam mendagi ovqat yeya olmaydi. Men butunlay qarshiman, chunki men ovqatdan voz kecha olmayman. Men kamaytirishim mumkin, to'g'ri ovqatlanishga o'tishim mumkin.
voz kecholmayman. Endi Sizda bir marta rezultat bo'ldi, ha? Zo'r bo'ldi. Все. Mozg faqat faktlarga ishonadi. Siz aytasiz, tak, biza qildik уже, demak buni ham yana qila olamiz. Вот man Всё. hozir voобще ishonchdaman, chunki Aha. er-xotin ham kelishib oldik-ku. Вот. Biz ochiqchasiga gapirdik, buni tan oldik, davomiga etamiz. endi bu yerda mani ham o'zimni qiziqtirayotgan narsa endi Ha. bizani sohada rejim ilojsiz narsa. Mana Uyquda ham rejim, Voy, ovqatda ham tochkani urib rejim. qo'ydilar-yu. Qanaqa qilamiz Endi qarang. man o'zim ham masalan hech qachon vaqtida Ana ovqatlayman, shu ham vaqtida любовь к uxlayman. себе. o'rtoqlar, bo'lmasa hozir ko'rsatuvimiz tugab qoldi, sababi уже soat 2 dan oshibdi, uzr so'raymiz. Qancha gaplar. Lekin qaranglar, bu shunaqa mavzuki, aynan shu bugungi gaplashganimizni mana shu 2 soatlik, 1,5 soatlik efiri o'zida natijaga erishishingiz qiyin. Men sizga kamdan kam bu gapni aytganman, lekin bugun chin dildan aytaman. Efiri o'zidan natija olishingiz qiyin hozirgi efirdan. Buning uchun baribir mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak va men sizlar uchun eng zo'rlarini taklif qilganman. Albatta, agar shu jinsiy tarbiya haqida baribir tushunchaga ko'proq ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Nayziniga bemalol yozilishingiz mumkin. Narxlarni ham aytib o'tdim, ora-ora chorada yaxshi narxlarda qo'shib qo'yadilar. Va ortiqcha vazningiz bo'ladigan bo'lsa, gormonal baribir mana Nayzina ham aytdilar, bari gormon bilan ishlash kerak bo'lgan joylari ko'p bo'ladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz mutaxassisga murojaat qilasiz. Unda mana nutritsiologimiz Tursunboyevaga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ularda masalan keyslar ko'p. 35 kilo, 30 kilo ozgan ayollar ko'p. Hattoki 50 yoshdan keyin ham, 60 yoshdan keyin ham. Aytgancha shu savolni bermoqchi edim. 50 plus oxirgi savolim, mijozingiz ko'pmi? Ko'p. Sizda-chi? 50 dan oshgan mijozlar bor. 70 ham bor, 65 ham bor, lekin ular sanoqli. Sanoqli, Ular sanoqli. Lekin Kelganlar bor. hayoti o'zgarganmi o'shandan keyin ham 50 yosh? Kelinlar bilan keladi. O'zi uchun kelganlar bormi 50-60 yoshda? Bitta ayol bor edi, samarqandlik, uni doim libidasi o'zi высокий bo'lgan. То есть и половая konstitutsiyasi ham. Keyin bu aytayaptiki, dedi, bu qariganimda ham tinchimayman, faqat man deydi, inisiativa mendan chiqadi. Va bu eri bilan alohida qilgandan keyin boshi hozir 5 yil ichida bir nechta operatsiyalarni o'tkazganda, xullas больницаdan chiqmay qoldi bu. Va o'sha paytda yoni kursini o'tayotganda qizini yozdirgandi va o'zi keldida, keyin eshitgandan keyin tushundi, manda akasi hammasi norma ekan-ku. Ha, boringda yana bitta spalni qilinglar eriz bilan debda. Xullas biz endi bobo buvi bo'ldik deganda va ular yana birga bo'lganda, keyin o'shanda erlari aytgan ekan, "Nanjini qizim peshonasidan o'pib qo'ydi." U них наоборот yana 65 dan yuqori edi ularni anaqasi yoshi. Yanada Ikki kasallik ham kamaydi. Да, вообще chiqib ketdim deydi. Umuman chiqib ketdim. То есть unda o'zi seksualniy напряжение hosil bo'ladi-da, bu chiqarmagan. Tushunasizmi? Chiqarmaydi. Bu buni naborot bosadi. Auditoriyangizga nima deyman? Mana shu olgan ilmimizni o'zingizga как галочка kirgizing, lekin qayeridir og'riqli bo'lgan bo'lsa, trigger bo'ldimi, demak ana shu joyga malham kerak. Va mana shu muhitni yaratishni o'zi ham bo'lmaydi. 4 ta odamni bitta joyga yig'ishda va bu uchun Indiraga rahmat, kursdozga ham rahmat. Sizga rahmat kelganingizga. Благодарю. Juda mazza Men ko'p qilaman. narsalarni hozir o'rgandim. Rahmat. Sizga qanaqa murojaat qilishsin? Instagram orqalimi, nomer orqali nima qoldiramiz? Давайте Instagram bo'lsin. Tursunboyeva, siz? Rahmat taklif uchun. Sizga Juda rahmat. manfaatli bo'lgan ko'rsatuv bo'ldi. Va ayollarimizga bitta narsani aytmoqchiman. Bu juda ham qisqa suhbat bo'lib qoldi baribir. Bizda foydali informatsiyalar ko'p. Bularda ham, menda ham kuzatishsin. Instagramda, Telegramda obuna bo'linglar va shunchaki uyda o'tirgan holatda ham ko'p informatsiyani bepul olish mumkin. Faqat filtr qilinglar o'zingizga kerak bo'lganlarini. Keraklisini kuzatinglar, o'rganinglar, ustingizda ishlanglar va eng muhim narsani aytaman, har doim bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Albatta biza yeb ichayotgan mahsulotlarimizni mahsulimiz. Yosh, chiroyli, sog'lom bo'lish uchun albatta yeb ichayotgan ovqatlaringlarni nazoratga olinglar. Tursunboyeva hozir shokolad chiqazyapsiz. Kortizol ancha tushirar ekan. O'shani qancha miqdorda yeyish mumkin kunida? Har xil 2 tadan 4 tadan kusok kichkina Yeyish bo'ladi. Rahmat. Uni ham Telegram kanalingizdan olsa bo'ladi. Bizning magazinimizdan kelib bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Siz bilan bog'lanish uchun Telegramga Telegram bizga eng qulay Telegram. bo'ldi. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Rahmat. Men juda ham xursandman. O'zimga ham kerakli bilimlar oldim, lekin kamlik qildi. Yaxshi ham sizga yozilibman. Hozir o'sha bilimlardan ham olaman. Siz bilan ham ishlayman hozir.
xudo xohlasa o'zgarishlarni ko'ramiz. da natijalar bilan bo'lishamiz. 1-aprelgacha muddat olganman. 1-aprel chunki mani stand-up konsertim, tashrif buyuringlar. Xudo xohlasa sahna stand-upda bo'ladi. Va o'sha 1-aprelgacha hozir necha kilo tushganimni ko'rmoqchiman. Qattiq maqsad qo'yganman. Kuch-quvvat berib turinglar. Этот motivatsiya bor. Самое главное. Lekin raqsga qaytish ham hozir motivatsiyam bor. Man bitta narsani tushunib siz bilan gaplashib, man raqsga tushishni yaxshi ko'raman. Tashlab qo'ygan ekanman. Ya'ni chunki bu yaxshi narsa emas deyishgani uchun. O'shanga hozir agar masalan raqs terapiya ham qanaqadir darslaringiz bo'lsa, albatta tashlab qo'ying, men qatnashmoqchiman. Menga u juda kerak ekan. Bo'ldi. Хорошо. Rahmat sizlarga, ko'rishguncha.